Voy, kul tushundirib qo'ydim-ku, endi nima bo'ladi? Voy. Voy, endi nima bo'larkan-a? Sizlar nima qildingiz siz buni? Tushundirib qo'ydim. Endi siz to'shni haydavramlar. Abidan ketdimiz ekan. Ha, yana nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima bu ko'z yosh? Hammaga qo'l qilib tashlabsan. Nima bo'ldi? Kul tushundirib qo'ydim. Ha, qayeri? Ha, mayli bitta kulch ekan-ku. Ish bor joyda xato bo'ladi. O'zingga hech nima qilmadimi? Yo'q, shunasi. Hech nima qilmagan bo'lsa, hech nima qilmaydi. Bir o'rningdan. Mani kulchni olasan, u betga o'tsan, yo'lni u betiga. Do'kon bor. Shu joyga borasan-da, "Okey" deysan, "Mani kulchdan bitta bering. Dedomlar kechqurun pulini to'lab qo'yakanlar" deysan. Shundaymi? Bu safarda kulchga yaxshi e'tiborli bo'lasan. Jo'na. Marhamat.